Mantini yaxshi ko'radiganlar bormi? Unday bo'lsa bittagina qizil yurakchani bosib qo'ying va yaqinlaringizga ham bo'lishib qo'ying. Tayyorlanishi juda ham oson va qiziq bo'lgan mantini tayyorlaymiz. Idishga suv, tuxum, yog' va tuzni solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Un solib qattiqqina xamir qoramiz va xamirni 20 daqiqaga tindirishga olib qo'yamiz. Xamir tinguncha nachinkani tayyorlab olamiz. Mayda to'g'ralgan go'sht va piyozni tuz ziravorlar bilan aralashtiramiz. Tingan xamirni teng ikkiga bo'lamizda zuvala qilib yoyib chiqamiz. Har doimgidek mantiga qanaqa yoysangiz, xuddi shunday yupqagina qilib yoyib chiqasiz va videoda ko'rsatilgandek qilib xamirni ketma-ketlikda yoyib va kesib chiqamiz. Keskanda ham juda ham katta qilib kesasiz va xuddi shunday videoda ko'rsatilgandek qilib o'rab chiqasiz. O'ralgan xamirni zich qilib bir-biriga yaqin qilib olib kelasiz va videoda ko'rsatilgandek qilib ochib, katta qilib kesib chiqamiz. Xamirlarning ikkita chetini suv bilan ho'llab chiqamiz va tayyor bo'lgan nachinkani solamizda xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib rulet shaklida o'rab chiqamiz. Bu mantilarda tugilishi ham, ko'rinishi ham juda ham antiq ekan. Nachinkasini xohishga qarab tayyorlasangiz bo'ladi. Endi manti qasqonga terib 30 daqiqaga pishirishga qo'yamiz. Mantilar tayyor bo'ldi. Izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Agar ishtahangiz ochilsa, Robiyangizningkiga mehmonga keling.